aktiv energiyalik kishilar bilan ko'proq birga bo'ling. Dunyodagi tumanlagan kishilarning hammasi aralashishingizga arzimaydi. Ba'zilar asta-asta sizni horg'izib, xo'rtidi. Ba'zilardan qancha baldur yiroqlashsangiz, shuncha yaxshi. Kishilar bilan aralashganda ehtiyot qilishga tegishli bo'lsa, cho'qim o'zingizni torting. Kayfiyati o'zgarishchan, hadislar og'rindigan kishilardan yiroq turing. Passiv energiya bir xil asti xarakterlik zahar bo'lib, o'ziga ta'sir ko'rsatib qolmay, yana atrofidagi kishilarni birga zaharlaydi. Ishingizni oqsitadigan, tirishmaydigan kishilardan yiroq turing. Amaliyotda iqtidoringizga taynib, texmi tez yuguraydigan vaqtda bir qitimli kayniga tortishib qolsangiz, har qitimda orqada qolasiz. Fazilati nachar, odat xarakterlik, sizdan sug'urman deguchilardan yiroq turing. Agar yaxshiligingiz boshqalarning nazarida odatdagidek beg'ishlashli hisoblansa, bir eg'iz yo'q degan so'zingizmi xatoligingizga aylanadi. Hamma ishni inchika zig'irlaydiganlardan yiroq turing. Turmush aslida go'zal va xilma-xil bo'lib, o'zingizni arzimas talash-tortishlar orasiga akirib olmang. Atrofingizda sizni xo'rtadigan kishilarning ko'payganligini bayqaganingizda ichinmang, hasratlanmang va qiynalmang. Ilgir ular uchun beg'ishlaganlaringizni yo'q chiqarib, vaqtida yiroqlasangizlar, ondan ular orasidan qutulib chiqa olasiz. Kishining energiyasi belgilik, passiv energiya chekiga yetganda, aktiv energiya nolga aylanadi. Bak uzoq azoblanaversa, qayt xushal bo'lish tasga to'xtaydi. O'zingizni passiv energiya qo'yniga akirib, o'zingizni, boshqalarni va kishilik hayotingizni xo'ratmang. Qanday kishilarga yaqinlashsangiz, shunday kishiga aylanasiz. Qanday kishi bo'lsangiz, shunday kishilarni o'zingizga jalb qilsiz. Har bir odam o'zining yugurish yo'lida yuguraydi. O'g'inish, xizmat, turmush, o'zi ustida o'ylanish orqali bir qadamdan o'zi orzulagan holatga aylanadi. Bu safarda biz bilan birga yurgan kishilarni uchirtimiz. Ba'zilar bizdan munavvar bo'lib, bizni to'salg'ulardan saqlab, birlikda olg'a ilgirlaydi. Ba'zilarning ortiqchiligini aytib bera olmasakmi, biroq ular bilan birga yursak, ozroqmi yolg'izlik his qilmaymiz. Ba'zilar qarmoqqa hech kishiga ziyonlik qildiganda ko'rinmasimi, biroq sizni az-azdan xo'rtib, olg'a ilgirlaydigan aktiv ro'y holatingizni yo'qotadi. Mundaq bir gap bor. O'rinlar sizga qanday qilganda kalla o'ynatib, ishlardan o'zni qochirishni, aldamchilar sizga qanday qilganda boshqalarni o'rig'i tushirishni, passiv energiyalik kishilar sizga dunyoning naqadar razillikka to'lganligini aytib berdi. Halbuki donolar sizga qanday qilganda cho'nqur tafakkur qilg'ili bo'ladiganligini, qaysarlar sizga to'xtamay olg'a ilgirlashni, tirishchanlar bo'lsa qanday tirishishni, muvaffaqiyat qozong'uchilar muvaffaqiyat eshigini ochadigan ochquchga erishishni, aktiv energiyaliklar faqat siz boshlashni xohlasangiz har qanday ishning kechikmaydiganligi haqida so'zlaydi. Kishi bilan kishi hamon farqlanadi. Bu xil farq kichik vaqtlarda aniq bo'lmaydi. Cho'ng bo'lgancha ro'shanlashadi. Nemishqa aktiv energiyaliklar bilan birga bo'lish tashabbus qilinadi? Chunki ularning ko'pinchisi fazilati durust, tarbiya ko'rgan, safoliq kishilardir. Ular turmushni so'ydi. Odatda kichik kunlarni ma'noga ega qiladi. Boshqalarga qizg'inlik bilan yordam berdi. Doim yaxshilik qiladi, aktiv olg'a ilgirlaydi. Ular xatoligini e'tirof qiladi. Azaldan mas'uliyatdan o'zini elib qochmaydi. Ular go'zal qilg'ili bo'ladiganligi kunlardan hargiz voz kechmaydi. Har qitimliq yaxshi fursatni butun kuchi bilan qo'ldan bermaydi. Ular qalbingizdagi umidsizlik tumanlarini taritib, qayta bosh ko'tarishingiz uchun kuch ato qiladi. To'g'ri bo'lgan qimmat qarshi tiklishingizga yordamda bo'ladi.
sizning mushundaq kishilarga uchrashingizni va yiqilishingizni ham mushundaq odamga aylanishingizni umid qilamiz. O'zingizning yo'lini yo'ritish bilan birga mayakka o'xshash boshqalarning yo'lini yo'riting. Tarjimada Farida.